Hammaga assalomu alaykum. Nilu Flowers'ni kuzatuvchilari, qizlarjonlar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Sizlar uchun bugun yana bitta video darslik tayyorladim. Bugun bizga kerak bo'ladi ranglar. Men faqat rozvi bilan qaymoq rang ishlatdim. Молочный rang. Pul rezinkalari kerak bo'ladi. Va bizga osnovalar kerak bo'ladi. Va eritish uchun shunaqa idishdan foydalanaman. Men osnovani mikrovalnovkaga eritaman qizlar. Mikrovalnovka uchun xuddi shunaqa idish olishlaringiz kerak. Buni bozorda sotadi, bemalol olib mikrovalnovkaga uzoq yil ishlatasizlar. Mana bu idishlarimga 4 yil bo'lgan, yangi emas. Osnovani shunaqa 3 hovuch solasizlar ikkita idishga va mikrovalnovkaga 30 sekunddan eritib olasizlar. Ikkita idishda osnova olasizlar, bittasi kam, bittasi ko'proq bo'lishi kerak. Ko'prog'ini 40 sekundga qo'yaman. Kamrog'ini 30 sekundga qo'yaman qizlar. Osnovalarimizni ikkalasini ham to'liq eritib oldim. Qizlar yaxshi erish kerak, qaynab ketmasin, ahamiyat beringlar. Qaynasa uje gullaringizning sifati buzilib, o'zidan suv ajratib, usti suv bo'lib qoladi. Shunisiga ahamiyat berib eritinglar. Ko'p sekundga qo'ymasdan kamroq sekundga qo'yib, 10 sekund agar erimasa 10 sekundga qo'yib eritinglar. Ehtiyot bo'linglar, qaynab ketmasin. Xo'p, rangimizni o'zimizning xohishimizga qarab solamiz. Chiroyli rang bo'ldiki, o'zlaringizga yoqdiki rangi, o'sha rang solishni to'xtatasizlar, yaxshilab aralashtiringlar, hech qayerga qolib ketmasin ranglari. Qizlarjonlar, mikrovalnovkalaringiz bo'lsa iloji boricha mikrovalnovkaga eritinglar. Juda ham oson bo'ladi ishlaringiz, ham bir tekisda zo'r eriydi osnovalar, juda ham oson bo'ladi ishlaringiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin hid solamiz. Hidni ham men taxmin solaman, rangni ham taxmin solaman. Xohlasalaringiz tomchilatib o'zlaringiz hisobini qilib solsalaringiz bo'ladi. Rang bilan hid hammani o'zini didiga qarab, o'zini xohishiga qarab solinadi. Endi bizga kerak bo'ladi qoliplar. Qoliplar qizlarjonlar o'zimiz tayyorlaymiz. Birinchi qo'l optim narxda vakuum apparatda 2 xil silikon aralashtirib, sifatini juda ham zo'r qilib beramiz. Xohlovchilar olib sotishi ham mumkin bizdan. Qoliplarimizni bir tekis tayyorlab, shunaqa pul rezinkalarini o'tkazib, oq osnovani quydim. Oq osnova yaxshi erigan, suv yo'q, issiq bo'lishi kerak qizlar. Tez qilamiz shu jarayonni. Tezda oqni solib, tezda to'kib tashab, ketidan rozvi rangni solamiz. Qolipga solganimizdan keyin qolipni vibratsiya qilib qo'limiz bilan urib, ichidagi havolarini, puziroklarini tepaga chiqarib tashlashimiz kerak. Shunda gullari butun bo'lib, hech qayeri nuqsonsiz, chiroyli chiqadi qizlar. Shunisiga ham ahamiyat beringlar. Solib, prosta tak chetga olib qo'yish kerak emas. Qo'llaringiz bilan yaxshilab qimirlatib, uni shariklarini tepaga chiqarasizlar. Faqat shu jarayonni qizlar tez qilinglar. Oq osnovani qolipga quyib, tezlik bilan to'kib tashlab, tezlik bilan ikkinchi rangni quyasizlar. Endi tayyor osnovamizdan, maliniy rangli osnovamizdan malina tayyorlaymiz qizlar. Одноразовый stakanga solib men eritdim. Sizlar bunaqa qilmanglar. Bu idish faqat bir marta eritishga chidab beradi. O'sha ikkinchi martaga o'zi ham erib ketadi idishni. Eritish uchun bunaqa idishni sizlar foydalanmanglar. Foydalansalaringiz ham bir martalik bu, bir marta foydalansalaringiz bo'ladi. Ozroq osnovani, ya'ni bir hovuch osnovani eritdim. 30 sekundga qo'yib, yaxshi erigandan keyin hid soldim. Buni ham yaxshi aralashtirib, qolipga rezinka qo'yib, qolipga qo'yamiz va kamida yarim soat kutamiz. Yarim soatda gullarimiz qotib tayyor bo'ladi. Eritib bo'lgan tayyor osnovamizni malina qolipimizga solib, buni ham yerga qo'yib, vibratsiya qilib qo'limiz bilan yordam beramiz. Ichlarigacha yaxshi to'liq osnova yetib borishiga yordam beramiz. Oradan 30-35 minut o'tib, qoliplarimizdan gullarimizni chiqarib olamiz. Gullarimiz hech nima bo'lmasdan, sinmasdan chiqadi. Hech qanaqa qo'rquv bo'lmasin qizlar. Chiqarishim davomida sindirib qo'yish yoki bu narsalar faqat aytilgan vaqtni to'liq kutib, shoshilmasdan yaxshi qotgandan keyin ochib olasizlar. Qotganini mana shu osnova solgan joyimizdan qo'llaringizni qo'yib ko'rsalaringiz bo'ladi. Qattiq bo'lsa, uje muzdek bo'lsa, osnova uje qotgan deyiladi.
Hozir sizlarga men ikkita buket qilib o'rgatyapman. Bitta videoda vaqti uzunroq bo'lsa ham qizlar, bejiviy gullarni qanaqa rangda qanaqa chiqarasiz deb ko'pchilik mendan so'raydi. O'sha uchun bejiviy rangni ham qilib ko'rsatishga harakat qildim. Bejiviy rang uchun bizga kerak bo'ladi oq osnova. Oq osnovani yaxshilab eritib olamiz va bejiviy rang kerak bo'ladi. Bu rangdan ham bizda sotuvda bor. Bemalol zakaz bersalaringiz bo'ladi Telegram orqali. To'liq erigan osnovamizga faqat bir tomchi bejiviy rang qo'shamiz. Sababi bu rang juda ham to'q rang. Ko'proq qo'shsalaringiz ko'p to'qlashib ketadi rangi. Bizga to'q rang kerak emas. Bir tomchi qo'shasizlar xuddi shuncha osnovaga va hid qo'shasizlar o'zlaringizni xohishlaringizga qarab. Oldin ko'rsatilganimdek qolipga rezinka o'tkazib ichiga qo'yamiz. Qizlar, hozir sizlarga ko'rsatib beradigan darsligimdan men ikkita buket tayyorlayapman. Ikkita mini buketchalar. Ko'pchilik qiynaladi kichkina idishchalarga joylashtirishga. O'sha uchun ko'rsatib berishga qaror qildim kichkina mini idishlarga. Bu mini idishlar bayramlarga, sovg'a uchun juda ham zo'r sotuvda bo'ladi. Bemalol 8-martga shu biznesni qilsalaringiz, shu buketdan nalichilaringizda 15 ta tayyorlab, video olib, kanal gruppalaringizga tashab, juda ham zo'r daromadga chiqsalaringiz bo'ladi. Qizlarjolar, bir oyga 5 milliondan 10 milliongacha bemalol uyda o'tirib, hamma ishlaringizga ulgurib, shu ishni qilsalaringiz bo'ladi. Juda ham oson. Endi chiqarib bo'lgan gullarimizni shunaqa mini idishchamizga yasaymiz. Bu idishchamizda ham sotuvda bor. Sizga kerak bo'ladi shipashka cho'p va lola barg kerak bo'ladi. Lola bargni o'rtasidan shunaqa qilib cho'pni tiqib gullarimizni joylashtirib chiqamiz. Qizlarjonlar, idishning ichiga po'kak joylashtirganman. Po'kakni qayerdan olishni, necha pulga olishni hammasini Telegram kanalimda aytganman. Yoki Telegramdan yozsalaringiz tashab beraman qayerdan olishni. Cho'pimizni shunaqa kichkina qilib kesishimiz kerak, sababi idishimiz kichkina. Xuddi shunaqa qilib hammasini o'rtasidan lola barg o'tkazib, gullarimizni joylashtirib chiqamiz. Ko'rib turgan barcha mahsulotlaringiz bizda sotuvda bor. Barcha mahsulotlarini Telegram kanalimdan kirib, rasmlari bilan zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Hamma mahsulotlar bizda optim narxda. Qizlarjonlar, undan tashqari barcha mahsulotlarimizga 10% skidkalar ham e'lon qilib turamiz. Bemalol zakaz bersalaringiz bo'ladi. Barcha mahsulotlar bor, qoliplarni 1000 dan ortiq turlari bor, juda ham chiroylilari. Bemalol kanalimdan o'tib o'zlari zakaz bersalaringiz bo'ladi. Mendan mahsulotlar olib ish boshlagan qizlarimizga o'rgatishimiz mutlaqo tekin. Video darslikda o'zi to'liq o'rgatganman qizlar. Yasashlaringiz davomida baribir bitta-ikkita savollar bo'ladi. Narx chiqarish bo'yicha yoki sotuv bo'yicha, kanal yuritish yoki boshqa savollaringiz, nimaiki savollaringiz bo'lsa bemalol menga yozib so'rab tursalaringiz bo'ladi. Faqatgina mendan mahsulotlar olib ish boshlasangiz. Keyin qizlarjonlar, o'rgatadigan darsligim faqat o'zimning mahsulotlarimgagina amal qiladi. Birovlardan mahsulot olib videomga qarab tayyorlasalaringiz o'xshamaydi. O'xshab chiqmasa menga o'xshamadi-ku deb yozishlaringiz o'rinsiz. Sababi sizlar mendan mahsulot olib bu videoga qarab tayyorlamagansizlar. Mendan mahsulot olib tayyorlasalaringiz videoda qanaqa bo'lgan bo'lsa xuddi shunaqa chiqarsizlarda. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa bemalol lichkamga yozib so'rasalaringiz bo'ladi. Men qo'limdan kelguncha barcha sirlari bilan aytib sizlarga o'rgataman. Endi gullarimizni idishimizga joylab chiqamiz. Joylashtirishga yaxshilab ahamiyat beringlar qizlar. Gullaringiz bir tekisda turishi kerak. Bittasi tepaga qarab turgan, bittasi pastga juda ham qaragan, bittasi juda ham kirib ketgan, juda ham chetga chiqib ketgan bo'lmasin. Tepadan ham, o'rtadan ham har taraflama qaraganda gullaringiz bir tekisda joylashtirilgan bo'lsin. Iloji boricha bitta barg ishlatib, bitta ishlatmasdan qilinglar. Hozir men bu buketimga ko'proq barg ishlatib qo'ydim. Keyingi buketga bitta barglik, bitta bargsiz qilib joylashtirdim. Shunda sizlarga mahsulot tejaladi, ya'ni barg tejab qolinadi. Tejab qolinsa gullaringiz arzonroq bilan chiqadi. Bitta malina va piyonimizni o'rtacha razmeridan qilib joyladim bu idishimizga. Kichkina idishlarga bilasizlar, katta gullar ishlatib bo'lmaydi. Iloji boricha kichkina gullardan foydalanish kerak. Shunda chiroyli chiqadi gullaringiz. Bizda meva qoliplarni 6 xil turi bor. Har xil mevalarning qolipi bor. Bundan tashqari hozir ishlatadigan piyon qolipimdan nabor bor.
Bu piyon qolipimiz 3 talik bo'ladi. Hozir men o'rtancha razmeridan qilyapman. Endi buketimizni ikkinchi qatoriga o'tamiz, ya'ni tepa qismida. Tepa qismiga ham ahamiyat beringlar. Joylashtirishga qanaqa videoda qanaqa joylashtirgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib qarab joylashtirasizlar. Qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar. Joylashtirishlaringiz bir xil bo'lsa bo'ldi. Muhimi orada ochiq joy qolmasligi kerak. Ochiq joy qoldimi, bezak barglari bor, bezak barg bilan yoki kichkina gulni qoliplardan olib ochilib qolgan joyiga joylashtirsalar juda ham zo'r chiqadi. Tayyorlagan buketlaringizga umuman ochilib qolgan joy bo'lmasligi kerak, ya'ni ichkari taraf ko'rinmasligi kerak, cho'plari, penalari ko'rinmasligi kerak. Osnovalarimiz vaqt o'tgan sari ozgina bo'lsa ham kichrayadi gullarimiz, ya'ni shunaqa paytga kichrayib, oralari yana ham ochilib qolmasligi uchun hozirdan buket yasayotgan paytlaringiz oralari to'la hech qanaqa cho'plari ko'rinmay turishi kerak. Aybga buyurmaysizlar qizlar, juda ham ko'p gapirib yubordim, shu uchun bitta videoda hamma savollarga javob berishni xohladim, chunki bu aytayotgan gaplarim har biri qizlardan keladigan savollar har biri. O'shani bitta video darslikda hammasini aytib ketishga qaror qildim. Mini buketchamiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi ochilib qolgan oralarini bunaqa barg bilan bezab to'ldirib chiqamiz. Har qayeriga joylashtirib. Kichkina cho'pdan foydalandim men. Kichkina razmerli cho'p teng o'rtasidan bo'lib qiyasimon qilib kesamiz qizlar. Keyin cho'pni ham shunaqa bir orqali qiya qilib kesamiz, chunki qiya qilingan joyi penaga yaxshi qulay kiradi. Bezatish uchun bizga juda ham ko'p xillik vetka barglar bor. Men bu buketga shunisini tanladim. Kichkina buketlar ko'proq bayramlarga juda ham zo'r sotuv bo'ladi qizlar. Bu ko'pincha qolib ketgandi. Xo'p, bu buketdan nalichilaringizda 10-15 ta tayyorlab, prozratniy paketlar bor. Hozir videoning oxirida solib ko'rsataman qanaqa qilib tayyorlab qo'yishlaringizni. Shunaqa buketlardan ko'proq tayyorlab 8-martdan bir hafta 10 kun oldin tayyorlab kanal gruppalaringizga reklamalar qildirtirib bemalol biznes qilsalaringiz bo'ladi. Foydasi juda ham zo'r. Tayyorlanishi esa juda ham ajoyib va juda ham qiziqarli. Bemalol 15 yoshdan 60 yoshgacha ayol va qizlarimiz uyda o'tirib shu biznesni qilsalar bo'ladi. Hammani qo'lidan keladi. Umuman qo'lidan ish kelmaydigan ayol qizlarimizning ham qo'lidan keladi va bir kunga o'rganishadi. Hozirda men 2000 dan ortiq shogirdlarim bor. Hammaliklari uje foydaga chiqib, bizneslarini yo'lga qo'yib, ishlarini juda ham zo'r qilib, kanal gruppalarini yaxshi yuritib, oilalariga yaxshi bir foydalari tegib turibdi. Shunaqa shiringina bo'lgan buketimiz tayyor bo'ldi qizlar. Bu juda ham arzon bilan chiqadi. Hech pul bilan chiqishi, barcha sirlarini Telegramdan yozsalaringiz
hammasini tashlab beraman. Necha pul ketdi shu buketka, rasxodi qancha bo'ldi, necha pul bilan sotish kerak, hammasini o'rgataman. Aytganimdek, bizda o'rgatish mutlaqo tekin. Endi shunaqa xom qizillar bilan yaproqlariga yopishtirib bezab chiqamiz. Qizlarjonlar, endi ikkinchi buketimizni tayyorlashni boshlaymiz. Ikkinchi buketimiz ham birinchi buketchamizga o'xshagan bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda joylashtirib chiqamiz. Faqat bu atirgulli buketimiz, unisi piyonli edi. Sizlar videoni ahamiyat bilan qarab tushunib ko'rsangiz, faqat malinaning tagiga barg ishlatyapman, atirgullarga ishlatmayapman. Video boshida aytganimdek, bitta buketka birinchi buketka sal ko'proq barglarini ishlatib qo'ydim. Ikkinchi buketka bittasiga barg qilib, bittasiga barg qilmasdan joylashtirdim degandim. Xuddi shuna yo'nalishda tayyorlayapman. Mini buketimizni birinchi qatori ham bo'lay deb qoldi qizlar. Ko'rib turganlaringizdek 4 ta malina, 4 ta atirgul qolipimiz birinchi qatorga joylashtirdim. Joylashtirishlarimga ahamiyat beringlar, qanaqa bir tekisda qilib joylashtirdim. Atirgullar ham, malina ham bir tekisda turibdi birinchi qatori. Endi ikkinchi qatorni birinchi qatorga nisbatan sal balandroq qilib, uni ham yon tarafga qaraydigan qilib joylashtirib chiqamiz. Mana qizlarjonlar, gullarini joylashtirib chiqdik. Endi oralariga
bezak barglarini joylashtirib chiqamiz. Bular bilan buketimiz yana ham chiroyliroq bo'ladi va aytib o'tganimdek, oralariga ochilib qolgan, cho'plari ko'rinib qolgan joylari yana ham yopilib, umuman hech nima ko'rinmaydigan bo'lib, ideal holatda gulimiz tayyor bo'ladi buketimiz. Deyarli tayyor bo'ldi. Mana qizlarjonlar, ko'p turganlaringizda shunaqa chiroyli chiqadi. Bu bezak barglarimiz gullarimizni to'liq mukammal, juda ham chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Endi esa tonirovka qilishni ham birdaniga shu bitta videoga ko'rsatib ketmoqchiman qizlarjonlar. Tonirovka qilish uchun bizga oddiy kistichka yordam beradi. Akvarelni kistichkasi va ranglar o'zimizda sotuvda bor. Oddiy osnovani ichiga qo'shib ishlatadigan rangimiz qizlar. Men pushtisini ishlatdim. Pushtini og'iz qopqoqchasini dagi ozgina rangi ham yetadi. Ozgina nomiga kistlariga rangni nima qilasizlar? Tegrasizlar-yu, o'shani nimasi bilan har qayerlariga bo'yab chiqasizlar gullarning yaproqlariga. Shunda yana ham chiroyli bo'lib, gullaringiz xuddi jo'voyday turadi. Bu buketimga to'g'risi kech bo'lib ketgandi. Bitta yaqindan olib ko'rsata olmaganman, shoshilib turgan bo'lganman. Hali yana tonirovka qilishdan alohida videolar chiqadi, xudo xohlasa. Yaqindan bitta o'zini qisqa minutli video qilib qo'yaman. Tonirovka qilishni, lekin bu videoda ham uzoqroqdan bo'lsa ham deb o'rgatib ketdim. Kislaringiz nomiga rangga tekkan bo'lishi kerak. Nomiga ko'p baland bo'lib ketmasin. Agar baland bo'lib ketsa, quruq salfetka bilan ozginasini artasizlar, tozalab, o'sha xullas nomiga xuddi shunaqa qilib kist bilan gullaringizni ranglab chiqasizlar. Qizlarjonlar, ahamiyat beramiz. Shunaqa ko'p gullarning o'rtasida sariq qilinadigan gullar bor-ku, shularni ham xuddi shunaqa kist orqali tayyorgina sariq bilan bo'yab qo'ysalaringiz bo'ladi. Alohida o'sha joyga sariq osnova qilib, qiynalib qilmaysizlar, yo shunaqa qilib bo'yab qo'yasizlar, juda ham oson bo'ladi ishlaringiz. Endi tayyorlagan buketlarimizni upakovkalash jarayoni. Qizlarjonlar, qo'limdagi svetodioddan ham
sotuvda bor. Prozrachniy sumочкаdan ham har xil rasmlaridan, ranglaridan наличида bor. Bemalol Telegramdan yozib zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda bayram tug'ilgan kunlarga xohlagan misol uchun farzandlaringizni ustozlari yoki bog'cha opalarimi yoki yaqin insonlaringizgami tug'ilgan kun bayramlarga nima sovg'a bersam ekan sotib olib demaysizlar-yu, o'zlaringiz qo'llaringizdan tayyorgina shunaqa podarkalarni tayyorlab berib juda ham xursand qilasizlar. Qanaqa chiroyli chiqadi, qaranglar, qizlar arzon bilan chiqadi o'zi. Lekin qimmat sovg'ani videoni beradi. Ko'rgan odam xursand bo'lib, doimo shu gullarni ko'rib sizni eslab turadi. Ikkinchi varianti svetsiz oddiy upakovka qilib yuborsalaringiz ham bo'ladi. Shunaqa qilib sotsalaringiz juda ham yaxshi daromad qilsalaringiz bo'ladi qizlar. So'ngul tayyorlash jarayoni juda ham qiziqarli. Bitta buket yasashlaringiz bilan o'sha ikkinchi buketni yangilaringiz kelib, qiziqishlaringiz yana ham ortib boradi. Buni hali ishni boshlab olganlaringizdan keyin to'g'ri aytgan ekansiz. Qiziqishim juda ham ortdi deb aytasizlar. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Like va podpiska bosib, kommentariya yozishni unutmanglar qizlarjonlar.